Mana turib turgan polvadalarsiz sviterlarning 99 ming so'm. Bu shimimiz 125 ming so'm, kurtkamiz 260 ming so'm skitkada. Hammasi bo'lib 484 ming so'm. 84 ming so'm. Qarang. 484 ming so'mga bosh oyoq kiyinib ketishingiz mumkin. U bunaqa o'rtacha narsa emas, hozirgi rosa trendda. Undan tashqari ranglari menga yoqmaydi desangiz, ranglarini alishtirib, masalan, sviterni boshqarang, shimni boshqarang, kurtkani boshqarang qilib ham qilib berishadi. Hamma tovarlarimizga aka 30% dan 50% gacha chegirmada. Ularimiz Livali brendida hamma bilsa kerak. Turkiyaniki. Buni asl narxi 279 ming so'm chiqqan. Xo'p, 40% ga chegirmamizda 165 ming so'mga xarid qilsa bo'ladi. 165 mingga mana Livali Turkiyan toza hozirgi sezonda kurtkalar. Mana hisoblash nechi pul mana? Asl narxi 450 ming so'm, 440 ming so'm chiqqan. Skitkada 370 ming chiqyapti 30% chegirmada. O'zi mana narxi 439 ming so'm ekan. Hozir necha pul chiqadi? 370 ming so'm. 300 ming so'mga kelib olib ketishaveradi aka obunachilaringiz. Xo'p, 300 ming so'mga kelib olib ketishlari mumkin. Undan tashqari mana Troitskiy ko'ylaklar 225 ming bo'lsa, 112 mingga to'g'ri keladimi? 112 ming. 112 mingdan Troitskiy ko'ylaklar. Buni yozda kamida 250 mingdan olasiz bu narsalarni. 2 oydan keyin mavsum boshlanadi, 1 oydan keyin 40% ga chegirmada aka hammasi. Xitoy lyuks kopiya mana bular. Europeanoliki, ichlari ham plashuka emas. Materialli telat qo'ymaydi. Kurtkalarda mana hozirgi sezonga zo'rlanib bor ekan, kelaverasizlar. Marg'ilon sentrdan kelishingiz chap qo'lingizda keladi Forment magazini. Bu tomon gastronomni svitofori. O'ng qo'lingizda keladi. Kelaverasizlar, sizlarga doim yaxshi narsalarni olib chiqishga harakat qilyapman. Like bosib, podpishka qilib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar.